Bu avtomobil millionlarning orzusi edi. Bugun esa u haqiqiy klassika. Nega VAZ-2107 hali ham yo'llarda yuribdi? Keling, aniqlaymiz. 1982-yilda AvtoVAZ 7 modelini taqdim etdi. Bu VAZ-2105 ning hashamatli versiyasi edi. Qulay salon, xromlangan radiator panjarasi, kuchliroq dvigatellar, bularning barchasi uni nafaqat sobiq ittifoqda, balki boshqa mamlakatlarda ham mashhur qildi. Misr va Ukrainada VAZ-2107 2012-yilgacha ishlab chiqarilgan. Yillar o'tdi, lekin 2107 hali ham yo'llarda. Ishonchlilik, soddalik va uslub bu uning siri. Siz VAZ-2107 ni haydarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Obuna bo'ling, bu yerda afsonaviy avtomobillar tarixi haqida ko'proq bilib olasiz. Ushbu videoni 07 haydaganlarga jo'natib qo'yishni unutmang.